integrallarni hisoblash. Mana soha berilgan, mana bu integralni hisoblashimiz kerak. I teng d bo'yicha ikki karrali integral y kosinus x y d x d y. D sohamiz y teng p, y teng 3p, x teng 1/2, x teng 1 degan nimalar bilan chegaralangan. Chiziqlar bilan chegaralangan soha. Bu to'g'ri burchak bo'ladi. Ha? Mana y'imiz pi'dan katta, 3pi'dan kichik. Bu kesma bo'ladi. Xo'p, x'imiz yarimdan katta yoki teng, 1dan kichik bilan kesma. Mana bunday joylashgan soha to'g'ri burchak bo'ladi. Ikki karrali integralimizni takroriy integralga o'tkazamiz. Demak, birinchi y bo'yicha y'imiz pi'dan 2pi'gacha edi, mana integral. Funksiyamiz y kosinus x y mana qo'ydik. Buni hisoblaymiz. Keyin chiqqanini x bo'yicha integrallaymiz. Bu integral chegarasi 2dan 1dan 1gacha. Xo'p, bunda integrallarni o'rnini almashtirsak yaxshiroq, osonroq hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda integrallarni o'rnini almashtiraylik. Birinchi x bo'yicha integralni hisoblab, keyin y bo'yicha hisoblaylik. Mana bu narsamiz mana y ko'paytirilgan 1/y sinus x y. Mana buning integrali. Kim shubhalanyapti? Agar shubhalanayotgan bo'lsangiz, men aytishim mumkin. Mana bu. Xo'p, mana bu yerda y ko'paytirilgan dx ni dx y ning differensiali deb qarashimiz mumkin. O'shanda qaraydigan bo'lsak, mana bu kosinusning differensiali bo'ladi. O sinus 1/r sinus bo'lib chiqadi. Va mana bular qisqarib ketadi. Qisqasi mana shu narsa hosil bo'ldi. Bundan endi y bo'yicha hisoblaymiz. Unda mana bu kelib chiqyapti. Mana natija shu bo'ldi.